Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Din va hayot nomli suhbat programmamizning navbatdagi bölümündə ihson haqida to'xtalamiz. Programmning iz mehmoni yana ustoz Muhammad Yusuf Qarim bo'ladi. Muhammad Yusuf Qarim ihson degan nima bu vaqt bir tushuncha bergan bo'lsalar, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ihson dinninki 3-cü mərtəbəsində bu dinnin mərtəbəsi 3 oldu ekan. Biri iman, İslam, ihsan. Bu ihsan degan gap arab tilida hamda Qur'on Karimda shunda bu ihson 2 ma'noda kelgan. Biri voyaga yetkazib qilish, qitirqinish, ixlos bilan qilish degan bo'ldi. Biri yaxshilik qilish ma'nosida. Endi jiq odamlar ihson desa yaxshilik qilish ma'nosida deb tushunadi. Ammo iymonning martabasi bo'lib kelgan vaqtida bu yaxshilik qilish ma'nosida emas, ixlos, voyaga yetkazish ma'nosida keladi hamda. Ammo ko'p ma'noda shunday. Ha, masalan ihson itqon bilan barobar. Itqon deydi arabcha, itqon deydi, ham mutqin deydi. Masalan muhsin, puxta qilgan, voyaga yetkazib qilgan. Bu nereden kelgan desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Jibril alayhissalom odam suratida kelib iman, İslam, ihsan to'g'risida so'raydi. Yani bu Sahih Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan mashhur hadis hamdi. Ihson to'g'risida so'raganda Rasululloh degan shu. Allah Taala'nı ko'rib turgandek ibodat qilishing. Sen Allah'ni ko'rmasanmi? Allah seni ko'rib turdi deb. Endi bu bir misal ibodatdagi ihson hamdi. Endi mushu Rasulullohning degani bir mizon, bir qilibda, mushu qilibga kirgizib turib qilamiz hammasini boshqasini. Din va dunyolik butun ishda, har qanday ishda Allah Taala meni ko'rib turdi, butun ishlarimni bilib turdi degan e'tiqod bilan ashuni qilgan odam çoxum ihsan tariqasida ish qilgan bo'ldi. Masalan, bir hukumat ishlaydigan kadr meningki shu haqiqiy shu og'a maoshimni halol qilib qilishim uchun qilayotgan ishlarimni Alloh taolo ko'rib turib, bu meni menga maosh bir taqala ko'rmasam Alloh ko'rib turdi degan e'tiqod bilan qilsa, u odam hamda ihson bilan qilgan bo'ldi. Masalan, hamda bir do'konda bekimninki nimasi shirkatda bo'lsin, do'konda bo'lsin, bekimning qishda ishlayotgan odam masalan, hamda u ko'rmagandan keyin o'zimni bilguncha qilay demay, masalan, shu Alloh meni ko'rib turdi, u ko'rmasam Alloh ko'rib turdi degan. Bir o'quvchimi masalan topshiriqni hamda muallimani topshirdi, manchilik o'qib kelgin, nima qilib kelgin dedi. Lekin muallim mendan qanchalik o'qiganimni so'maydi. Endi yozma. Endi buni Alloh taolo o'zi ko'rib turdi degan e'tiqod bilan qilsa, men Allohni aldaymanmi? Allohni aldasam bo'lmaydi-ki deb aşı e'tiqod bilan bo'lgandan keyin bu odam aşı qitirqinib qiladi, ixlos bilan qiladi, shu muhsin darajasiga yetadi. Bu muhsin darajasi degan nayt bak yuqori bir martabada har qanday mu'min muhsin bo'lanmaydi ekan. Har qanday muhsinni mu'min degili bo'ldi. Shu innalloha ma'allazina taqaw vallazina muhsinun degan oyat meni ajoyib bak ashuni uchuq tushundirdi. Alloh taolo taqvoli qilganlar bilan va ishni qitirqinib voyaga yetkazib qilganlar bilan billa deydi. Buni bunda aqlimiz bilan bunda shu tahlil qilsak, shu oyatni Alloh taolo ani bilan billa bo'lgandan keyin yordami bilan billa va uningga muvaffaqiyatga erishtirish bilan billa, yo'lini ochib berish bilan billa, butun hamma ishda ashuni bilan billa. Bu adam ish har qanday bir ishni voyaga yetkazib qitirqin qilgan ekan, mayli u qanday millat bo'lsin, nima ish bo'lsin, dunyolik bo'lsin, mayli diniy ish bo'lsin, qanday bir millat ishni rosa tirishib voyaga yetkazib qilsa, u muvaffaq qozonishda 100% hamma odam shunday hukm qildi, muvaffaq qozonadi deydi. Bir qatim masalan, chumilini misol qolaylik, masalan, bir qatim chiqadi. Ay zirikmay oxirgacha aydan nima qilsam hamda u g'alaba qiladi hamda. Shuni Alloh taolo ani bilan billa degandan keyin anınki muvaffaq qazınqanlığı birilgan bir garanti ma oyatda innalloha ma'allazina taqaw vallazina hum muhsinun. Taqvoli qilganlar bilan va ashni qitirqin qilganlar bilan billa degandan ashundaq odamga yordam qildi Alloh taolo. Hali quloqning uchidami ish qilib qolib, an bulishig'ini qilib qo'ygan odamga yordam qilmaydi. Sen butun vujudingdagini chiqargin. Bütün aqlingni ishlatgin. Hammani qilgan, uning qog'ini Allohga topshirgin. Alloh taolo o'chog'ida yordam qildi. Payg'ambarimizmi shunday qilgan-ku, endi bo'lmasa bir payg'ambar deganning duosi ijobat, shaksiz ijobat. U jihad qilmayli, o'ltiriblar, kofirligida duo qiliblar. Alloh taolo shuni bir edibini bir vatqın bir məğlub qılıb etkin dese Allah Teala onu məğlub qılıbatıdı. Amma Rasulullah bizge yada Allah Teala bizge bir kanuniyetini üretmekçi. Allah Teala'nın iki kanunu var. Biri şeriat kanunu, kıl kılma.
yaxshi deganimni qilsang jannat kirsan, deganimni qilmasang, qilmang deganimni qilsang dozoq kirsan degan qonun. Biri mavo koinot qonuniyati, bu koinot qonun sababiy qonunda. Bu va allaysa lil insani illa ma sa'a degan oyat buni sharhlaydi hamda. İnsan faqat o'zininki qilgan ishning natijasini ko'rdi. Bu bir amaliyot. Biz Uyg'urlarda ishlagan ishlaydi deydi hamda. Her qancha musulmon bo'lib ketgan, her qancha taqvo bo'lib ketgan, shunda yaxshi bo'lib ketgan, sabab qilib shu dunyoda ashi işleməsən, aqıda qiliversə, hazırki musulmonlar shu bizəmdə deyil. Amma haqqan kafir olub ketsən, meyli kafir olsan, nima qilsan, shu ishlagan adam bu dunyoda qazanadi, shu kafirlik qazanıqlıq. Endi buni bu dunyo kafirninki, biz bu dunyoni kafirlik tashlab beramiz, bizga oxiratda bor deb bundan qilib bu onda qilib o'tmaymiz biz endi. Bu dunyoda oxiratmi yo'q qolib qoldi gap. Ixlos bo'lmagan. Yo'q endi. Bu asosan ya'ni har qanday ishda, mayli dunyolik oxiratlik ishda najah g'alib qozonishninki asosli narsa ihson. Ihson. Ya'ni bizning buyurgan narsamiz biz kuchimiz yetgan doirada saxtipazlik qilmay, riyokorlik qilmay, alkohollik qilmay biz uni ishda ihson bilan qilsak, Allah o'zininki o'sha ishda barakat berib shu ishni najih qilish Allohdan. Masalan, bizdan talab qilinigina ihson. Masalan, bir japıl ishlab chiqarib, bozorda yerda bir o'tkazib kishini oldigan bo'lib bankaga vosib o'tmaydi-ku. Shunga, masalan, ko'z qo'lning uchida qilib qolib, men sizni boshqa do'stlarning ko'zini bo'yalishim mumkin-cha. Va maqarim unda qildi, bunda qildi deyish mumkin. Lekin Alloh taolaning oldiga olmaydi. Qo'llarning ichida qilgan ishda kishilar vaqtliq uning oldinida. Ammo baribir u pash olmay qolmaydi. Japıl bir yerga berib chuqum o pul endi joliqi chiqdi endi. Şuna bu amel ibadetlerini böyle kulunun uçuda resmiyetke aylandırıp koyuşta bizge çok bir musibet bizlik Müslümanlar amel ibadetlerini resmiyetke aylandırıp koyuş. Resmiyetke aylandırıp koygan değil ki la bu. Hem şekilde bunda qarsan hemmesi %100, 5'te 5 kitip verirler. Lekin bu işinin içi çürük. Resmiyetke aylandırıp koymay, bunu aşu emeli mındağı hakika aşu vayığı yetkizip kılıtkan bolsa, mesela bu dünya işlerinden mesela kesip kılıtkan adamlı bolsun, hünervelli bolsun, ne bolsa, aşu nesinde vayığı yetkizip abdan ravajlı kılsa, aşu adam akıdayını mesela ravajısız adam aktıramaydı etken bizden haktım bağı, bizden meşhur gep mesela, her kanda binasında bir hünerven ravajlık iş kılsa, o adamınki işi akıdı, o adamki yani kilidi kişiler. Anda qo'lning uchida qilib qo'ysa bir qatam qilib qo'ydi o'dan ketadi. Mahrum qoldi shundan. Afsus, bizning shu musulmonlar jamiyatida ba'zi musulmonlarda bo'layotgan shu ishlar yuzaki qo'lning uchida ish qilish. Maktablarda shu oy kun o'tsa maktab muallimlar maosh olishni, muazzab shu idora jamiyatida ishlaydigan musulmonlar soat bo'ldi deb aytgan qilgan gap. Shu bu islomda barakat qilmayotgancha qilgan. Shunga endi islomda ihsonning o'rni qaysi bu vaqtda bir tushunib olgan bo'lsalar, bizning asosiy mashakilimiz Dağılgan qarindoshlar bu programmani ko'zga ilmasligi mumkin. İhsonni sal qaraganlikdan biz musulmonlar tatgan ziynimizni aytib ko'p. Shunga shu ihsonning islomdagi o'rni haqida bir ochiqlan baslar. İhsonning islom dinidagi o'rni desak, imondan yuqori o'rinda turgan. Rasulullohning hadislarida iymon, islom, ihsonni so'z tushunama, lekin ulamolar deydi, bu har qanday mu'minni muhsin degil olmaydi. Har qanday muhsinni mu'min degil bo'ldi biroq. Muhsin darajasiga yetish iymon bo'ldi, taqvolik bo'ldi, ixlos bo'ldi, bilim bo'ldi, hammasi bo'ldi. Ashunoni yugurilib kelib senda ashu muhsinlik, ya'ni ihson, voyaga yetkazish bo'lmasa, darajaga yetamaysan dedi. Ya'ni demak, iymondan yuqori turtgan bir martaba hamda bu ihson degan. Ya'ni katta martaba. G'alaba qizish, najih bo'lishninki bir sharti ihson. Masalan, ba'zi shu hozir dunyoda iymon yo'q, ammo o'zining shu amaliga ihson bilan voyaga yetkazib, ixlos bilan şu işine sakt qilmay qilganlar g'alib qilyapti kafirlar olsun. Masalan şu kafir davlatlarning masalan bir zamonlarda Yaponninki binasini shundoq bak Yaponning mollarini hozirmi deydi kishilar ayt rivojlik qildi deydi. Musulmon emas bo'lmasa ham kafir dunyolik uchun qildi, rivojlik qildi ekan, shundoq dunyoviy shuhrat qozondi ekan, rivojlik debcha ham uninki hamda melimi turib qolmaydi anda nimadanki hamda shundoq
Dağında şu her qanday ishni, mayli dunyolik ishing bo'lsin, mayli oxiratlik ishing bo'lsin, ishni qo'lning ushida qilib qo'yishdan kelib chiqadigan ziyonlar haqida bir şey deyasizlar. Buning ziyini naytı hamda o deb bo'g'il bo'lmaydi hamda buni. Masalan, men bir tane kichik bir hikoya anlataylik bu to'g'rida. Bir adam bir qurilishda ishlaydi ekan. O adam hamda damalishga chiqishning vaqti kelibdi. Shuning bilan damalishga chiqqan iltimosini sunqili mudirning qishga kiribdi. Hamda 40 necha yil ishlaganmish hamda u. Ishlab shunga men hamda damalishga chiqqan vaqtim keldi, men ruxsat qiling hamda. Nima qilay degan ekan. Bo'ldi, sizga muvofiq kelamiz, ammo eng oxiri bir tane öyle sevetim. Bir tane öyle sevetim. Onun gittiğin diyen bu adam şunda otta kelgende fakat hoş yapmadı da bu. Meylemni salsam salay dep çıkıp aş kulunun uçtuğunu aş buluşuğa materyallarını yaxşı tanlamay, onu yaxşı qılmay, ay vaqtını vurup pütküzüşünün kuyda anın maksidi yerligi işini qilish emas. Pütküzüp etip la işten qutuluş hamda. Ayna olgandan keyin aş kulunun uçtuğu qilib yasap apırıp şuna olan Mudirning odasiga kirib, sanzima ochqini elang. Öpütte qutuldi degandan mudir turib ketib, rahmat bo'ldi. Endi sizni 40 necha yil shu shirkatda ishlagingiz uchun sizga bir uy sep beraylik deb qaror qilganmiz. Shu uy sizning uyingizda deb ochqishni elang degandan keyin u odam qo'lini tishlab qoladi, hech nima deyamaydi. Ziyon shu. Endi shuni qiyos qilsak bo'ldi. Masalan, bu dunyoda hammadan o'zining oxiratligini o'zi soladi ekan, o'zi quradi ekan. Cennetni qursaqmi, cennetni o'zimiz quramiz ekan. Do'zaxni qursaqmi, do'zaxni o'zimiz quramiz ekan. Endi uni cennetni qurgandimi, oliy isr firdavslardan qurishmi bizning qo'limizda? Ya'ni addiy bunda nim bo'lsa bir jannatga kiray, do'zaxga kirmay deyotgan odamning bor hamda. Lekin undan himmatsiz odamlarga Rasululloh deydi, Rasululloh degan ayni sahobalarga sizlar Firdavs jannat Firdavsli a'loni tilanglar degancha, hamma narsani eng yuqorini tilang degan, Firdavsli a'loni tilang degan. Hammadan Firdavs a'loni tilash kerak. Ag'izlig'ini tilab qo'yish emas, tilagandan keyin shu amaliyotga loyiq, ashunga loyiq ish qilish kerak hamda. Masalan, hamda birisi yuqori nimani tilab qo'yib, o'zi qilgan amaliyoti uning udil kelmasa, unda Xudoyim uni bermaydi. Ashuna tilash, binasini tilash istak bo'lgandan keyin aqqisini amal qiladi hamda. Ashuna qilinglar. Demak, Rasululloh shu gapi demamda, voyaga yetkazib qilinglar demakchi hamda. Yuqorisini halini qilinglar demakchi. Shu bu dunyoda shu hikoya qiyos qilsak bo'ldi hamda, o'zimizning jannatini qo'limizning uchtida bo'lishga qilib qo'ysak, ba'zi bir ibodatlar bilan jannatga kirishimiz mumkin hamda. Ammo uni shu Rasululloh degandek shu Firdavsul a'lodan qilimimening o'rnimni deb shu g'ayrat bilan shunda ish qilsak, Alloh taolo bizning shu g'ayratimizga barakat berib, tiligimizni berishi mumkin hamda. Mana shu ayna. Ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hörmətli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Ko'ngil qo'yib kirpaganingiz uchun ko'p rahmat. Keyingi bilimlarda qayta uchrashish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr-xo'sh salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.